62 kvadratli avtorskiy remontda bitgan 3 xonali studiyaning kvartiramizni qisqacha obzorini qilamiz. Bizlar hozir mehmonxonada turibmiz. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona bo'lyapti. Mягкая zona qilingan, TV zona, televizor bilan turibdi bu tomonda va mana bu yerda bizlarda oshxona bo'lyapti. Oynalari полностью kalyonli oynadan bo'lyapti. Bu yerda ham hamma mebel jihozlari bor. Ana endi mana bu yerda bizlarda kattagina prixojya bo'lyapti. Eshiklarning rangiga bitta baho beringlar. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi, ikkita kravat, shifonerlar o'rnatilgan do'stlar. Va mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham kravat qo'yilgan, telefon joy qilingan va shifoner o'rnatilgan. Mana bu yerda yana отдельно o'zining saloni bor. Kvartiramizda ikkita salon tushgan. Bittasi kattalar yotoqxonasida, ikkinchisi общий bo'lyapti. Ana endi mana bu yerda bizlarda yana bitta salon bo'lyapti. Bu yerda hamma kerakli mebel jihozlar bor. Mana bu korobkada oyna turibdi. Rakinani ustiga yopishtirishlari kerak. Bu kvartiramiz Aziz bozorda joylashgan. 62 kvadrat, narxi, qo'shimcha ma'lumot bilan pastda описаниеda bo'ladi. Videoni tanishlarga yo'l qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.